ahmoq kelinlargina o'z qo'li bilan oilasini buzib qo'yadi-da. Qaranglar, bugun bir xotin keldi oldimizga, o'tirib gaplashdik. 20 yoshli. Oila qurganiga endigina 6 oy bo'lgan va kelin hozir homilador. Muammo onasiga qo'ng'iroq qilaverib, kelin bo'lib tushgan uydagi kamchiliklarni aytavergan, dardini doston qilavergan, erini yomonlavergan. Endi o'zi nima muammoni aytdingiz desam, kichkinagina narsalar. Lekin uni hissiyot bilan yig'lab ko'z yoshlar bilan aytgandan keyin otaga ham yetib borgan, onasi orqali xuddiki qiziga katta bir zulm qilingandek ko'ringan. Endi hozir ota kelib turib, sizlarni ajrashtirib yuboramiz deb turib, qizini olib ketib qoldi. Bizga bunday zolim kuyov kerak emas deyotganmiz-da. Bizga bunday qaynota qudalar umuman kerak emas deyotganmiz-da. Muammo qizlar, mana shu kelin kichkinagina narsalarni sabr qilmasdan telefon qilib ko'z